Assalomu alaykum. Bugun siz bilan gaplashadigan mavzumiz boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining kompetentligini shakllantirishda ta'lim texnologiyalaridan unumli foydalanish, ta'lim samaradorligi va sifatini oshirish. Bu mavzuni quyidagi 3 ta reja asosida ko'rib chiqamiz. Birinchi, o'qituvchi uchun yangi texnologiyalar joriy etish, ta'lim samaradorligini oshirish uchun amaliy usullar, o'qituvchilar kompetentligini rivojlantirishga e'tibor berish. O'qituvchilar uchun yangi texnologiyalar nima o'zi? O'qituvchi ta'lim jarayonida yangi texnologiyalardan joriy etishda bir qator qadamlarni amalga oshirish kerak. Zamonaviy ta'lim texnologiyalarini o'zlashtirish va ulardan samarali foydalanishni o'rganish muhimdir. O'qituvchilar o'quvchilarning ehtiyojlariga mos keladigan texnologiyalarni tanishlari va ularni dars jarayonida qo'llashlari zarur. Ta'lim texnologiyalarining asosiy turlari, masalan, interaktiv ta'lim platformalari, onlayn resurslar va multimedia vositalari o'quv jarayoni samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu yangi ta'lim texnologiyalari o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlashda va o'qituvchining pedagogik malakalarini rivojlantirishda katta yordam beradi. Shuningdek, ulardan foydalanish o'qituvchining pedagogik kompetentligini oshirishda yordam beradi. Ta'lim jarayonida texnologiyalardan foydalanishning bir qancha usullari mavjud bo'lib, ta'lim jarayonida texnologiyalardan foydalanish o'qituvchilar uchun ta'lim samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy texnologiyalar, masalan, interaktiv ta'lim platformalari va ko'rgazmali materiallar o'qituvchilarning qiziqishlarini oshiradi. Ushbu texnologiyalar yordamida o'qituvchilar darslarni yanada qiziqarli va interaktiv tarzda tashkil etishlari mumkin. Agarda birorta bir mavzuni o'tadigan bo'lsangiz, uni shunchaki og'zaki yoki rasmlarni ko'rsatib emas, balki multimedia vositalaridan foydalangan holatda o'quvchilarga tushunadigan bo'lsangiz, o'quvchilar aniq tasavvurga ega bo'ladi va dars jarayonlari ham qiziqarli tashkil etadi deb bemalol ayta olishimiz mumkin. Samarali metod va uslublar. O'qituvchi va o'quvchi uchun samarali metodlar ta'lim jarayonini yanada jonlantiradi. Guruhli ish va muhokama usullari o'qituvchining fikr almashish imkonini beradi. Bu esa o'rganish jarayonini yanada samarali qiladi. Shuningdek, individual yondashuvlar o'quvchilarning shaxsiy imkoniyatlarini hisobga olishga yordam beradi. Ta'lim sifatini oshirish. Texnologiyalarni qo'llash ta'lim sifatini oshirishga yordam beradi, chunki ular o'quvchilarga bilimlarni yanada chuqurroq o'zlashtirishga imkon beradi. Interaktiv darslar orqali o'quvchilar faol ishtirok etadilar va o'rganish jarayonini samarali bo'lib, natijada ta'lim sifati oshiriladi. Ta'lim samaradorligini oshirishda amaliy usullar. Ta'lim samaradorligini oshirish bu ta'lim jarayonida o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini yaxshilashga qaratilgan jarayondir. Amaliy usullar o'quv jarayonini yanada qiziqarli, samarali qilish uchun zarur. O'quv texnologiyalari, masalan, interaktiv ta'lim platformalari, onlayn resurslar ta'lim samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Ular o'quvchilarning faolligini oshirib, o'zini boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. O'qituvchilar uchun amaliy tavsiyalar. O'quv jarayonida interaktiv metodlardan foydalaning. Talabalar bilan muhokama va fikr almashish uchun guruh ishlarini tashkil eting. Ta'lim jarayonida zamonaviy texnologiyalarni, masalan, onlayn platformalarni joriy qiling. O'quvchilarning individual ehtiyojlariga mos ravishda o'quv dasturlarini sozlang. O'quvchilarning muvaffaqiyatlarini baholash uchun ko'p turli metodlarni qo'llang. Ta'lim samaradorligini baholashda texnologiyalardan foydalanish. Zamonaviy texnologiyalar, masalan, onlayn testlar va interaktiv platformalar o'quvchilarning natijalarini baholash jarayonini tezlashtiradi va soddalashtiradi. Ushbu texnologiyalar yordamida o'qituvchilar o'quvchilarning bilimlarini aniq va tez baholash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Shuningdek, bu yondashuvlar o'qituvchilarga baholash jarayonini yanada samarali tashkil etishga yordam beradi. Bu esa ta'lim sifatini albatta oshiradi. Amaliy misollar va baholash jarayonidagi texnologiyalar.
Onlayn testlar orqali bilimlarni baholash jarayoni osonlashadi. Interaktiv taqdimotlar orqali o'quvchilarning faoliyatini kuzatish, baholash mumkin. Mobil ilovalar yordamida o'quvchilarni mustaqil baholash imkoniyatlari, ta'lim platformalarida baholash natijalarini tahlil qilish orqali o'quvchilar va o'quvchilarni yaxshiroq tushunishlari mumkin. Video darslar orqali o'quvchilarning ko'nikmalarini aniq baholash imkoniyati yaratiladi. Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, o'qituvchilarning yangi texnologiyalarni joriy etish usullari ta'lim jarayonini yaxshilaydi. Ta'lim texnologiyalarining asosiy turlari va ta'limga ta'siri muhim ahamiyatga ega. Ta'lim jarayonida texnologiyalarni qo'llash samarali metodlarni talab qiladi. Amaliy usullar ta'lim samaradorligini oshirishga qaratilgan. Innovatsion yondashuvlar o'qitish metodlari takomillashtirishda muhim rol o'ynaydi.